Kim aziz obunachilarimiz, bugun Tandirchidamiz. Xiva tarafdagi yo'ldan keladigan bo'lsangiz, Janona bog'chani yonidan chapa aylansangiz, berimizda optim ko'rpachalar tikilib turgan ekan. Sifatli ravishda 11 raqamli uyimizda optim ko'rpa döşeklar tikilib turibdi. Sifatli deb aytdilar. Bizlar ham to'yana ko'rpachalar tiktirish maqsadida bu yerga kirib keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? O'ng bo'lsin. Oye, mıçı kızlarımız mı dikemi? Selamun aleyküm. Neçen sınıf bular? Yine azizler, hunermençilik yönalışında özünü kızları okşaydı. Kızlarından şöyle yine körpaça yönalışında yine huner örgütü tuttu. Kimde kızı huner örgütüne halimam dese şöyle gelişlere mümkün he? Azizler yine. Kan indi bir tarif verseniz. Körpaçalayız, neçe som körpalayız, neçe som. İçin içik paxtadan mı ya sintifon mu? Paxtadan, asasan körpalarımız hammasi paxtadan. Hech qanday sintifon, boshqa narsa almashtirilmaydi. Paxta bo'ladi 100%. Ha, paxtadan bo'ladi, he? Paxta bilan sintifonni farqini aytib berib bilasizmi sizlar? Sintifoningda nimam ko'pa bor. Paxtani chiqartirishadi, boshqa kunlar ishlatib, yana ishlatsa bo'ladi, yuvinadi. Lekin sintifonni to'g'risi issam bo'lmaydi. Ne desem ki bu? Kadimden getiren narsa paxta yaxşıdır. Demek yaramayın kaladı sintifoning. Azizlar ne eshitdingizlar, qimmat bo'lsam paxta algan yaxshi ekan. Qani endi bu neçalik ko'rpangiz? 230 240 240 Necha so'm endi narxi nechik? 350 ming so'm deb turibdi. 350. Endi kelishilsa deganingiz necha so'm bo'ladi taxminan? 330 ming so'm beramiz. Demek 330 ming so'mga kelishiladi. Azizlar yine kimedir paxtadan bo'lgan. Tekasan paxta. Tekani o'zidan 1 kilo salinganda, bir oho yine 2 kilo asl paxtadan bo'lgan ajoyib ko'rpamiz bor ekan. Bunga qarang, orqalari chiroyli tikilgan, yine qo'lda tikilgan. Hammasi qo'l mehnat axirang. Yine qo'l mehnatidan bo'lgan ajoyib ko'rpamiz tekasi bilan 330 ming so'm ekan. Yana ko'proq olsangiz kelishiladi azizlar. Körpachalarımızdan bor. Ne deyan chiroyli. Tayyor. 4 kilodan 5 kilodan solingan har bir körpachamizda. Demek hozir ish ko'rpachangize 4 kilo 5 kilo paxta ketgan. Haqiqiy o'zini necha ketgan o'zini? Bunga 4 kilo paxta ketdi. Shunda 4 kilo paxta enini bo'yini ayting mana. Buni eni 80, bo'yi 220. Eni 80, bo'yi 220. 220. Endi necha so'm bo'ldi bu? Buni 130 deb turibman, qaytib beraman. Bir danasang, agar bundan ko'p 10, 20, 40 dana buyursalar nechadan ketadi bu? Nechadan satasiz?